15 yoshli qizning kosmetikasida nimalar bor? Ko'rib turganingizdek, mana shu hamma kosmetika meniki. Va labim hali bo'yalmagan, sizlar bilan birga bo'yab olaman. Lagom kremini ishlataman, qizlar hamma biladi buni va SPF Frontlab ishlataman. Juda ham zo'r qizlar o'rtacha yuzlarga to'g'ri keladi va undan keyin Misha krem va albatta konsiler qizlar. Meniki bu konsiler Vinsabudan 02 otteniqda. Golden Rose'dan tush, lekin bunisi menga uncha yoqmadi, ko'proq tilla ranglisi yoqadi. O'zi ham flyor podvodkasini bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, flyor ishlataman, juda ham zo'r, ko'p ketadi. Ariston pudrasi ham xuddi shunaqa 2 yildan beri ishlataman почти. Va ko'rib turganingizdek, kontouring bilan rumyonlarni mana shunaqa jidkisini ishlataman, kelasi ham Shiglamniki. Именно mana shu och rozovisi juda ham zo'r. Highlighterim juda ham oddiy kitayskiy, uni alishtirishim kerak. Qalamlarim bo'lsa, o'ta shunaqa Mona Lisa va Miss Dice. Qoshimni bo'yamayman, lekin qoshimni qalamlarini lamni ishlataman. Shunaqa rodga o'xshaydigan bleskim bor va shunaqa mini olib yurishga qulay bo'lgan bleskim ham bor. Va Oriflame'dan bitta shunaqa pomadam bor, juda ham hidi shokoladga o'xshaydi. To'qroq sursali to'qroq, bunday qochroq sursali persik rang bo'ladi. Va shunaqa Essence'dan tintim bor. Buni shunaqa palchiklar bilan sursali juda ham nежный bo'ladi va oxirida makiyajni fiksировать qilish uchun, qottirish uchun komplimentdan fiksator ishlataman. Voy, uning 15 yoshli qiz shuncha dard ishlatadimi deb hayron bo'lmanglar, chunki men 15 yoshli emas, 21 yoshdaman va bitta qizim ham bor. Keyingi videomda uходовый kosmetikalarni obzor qilib beraman. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hayitganimda oynam ham qolib ketibdi. Bundan men kipriklarimni bo'yashda foydalanaman, juda ham qulay. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, meni qo'llab-quvvatlab qo'yishingizni so'rab qolaman. Hammaga xayr.